Bobo restorani sizlarni xizmatinglarga. Yuringlar. Xush kelibsizlar. Bu meni yangi Dilso'z Fashion ochgan magazinim bo'ladi. Sizlarga mana shunaqa yaxshi, chiroyli kunlarimni baham ko'rgim keldi. Voy o'zim, ko'ngingizdan yallaqasiz. Nimacha yig'layapsiz? Shu yig'lagan xursandchilik ko'z yoshlaringiz bo'lsin. Inshaalloh jannatlarga ko'rish nasib qilsin, nasib bo'lsa. Yig'lamang. Xudo xolasa sizni men umraga olib ketaman, nasib bo'lsa. Xo'p? Ismlari nima? Muhayyopa? Ya. Men gapimga turadigan qizmi? Yig'lamang. Qani kiyinglar, tamom kostyumlardan hammalariga razmer beringlar. Yaxshi ko'rasanman. Ha? Videolarim ko'rasanmi? Like bosasam. Agar turmushga chiqsa, sarposi o'zimdan, esingizga tursin. Paltosi, oyoq kiyimi, ro'moli 40 ta ko'ylak berakanda kuyovga, qaymi? Qo'rqmaydi, sarpolar bor, qudalagi ham bor. Tabii, hammasiga razmer beringlar. Qo'limda o'sgan bu kun qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dil. Siz klientmi? Ha, o'zimizdan boring, ya qarindosh, nima qilyapsiz? Mehmon bo'ling. Chip-chiroyligim, pumpaloqligingizni qarang. Siz uchun kechasi bilan uxlamay, mana dushmanlar ko'rib kuyib o'lsin. Chip-chiroyli ko'ylagimni ko'zda. Mana shirinligini qaranglar. Bu hech kimga yo'q, faqat meni chip-chiroyligimga. O'rmonni hamma yo'lbarslarni o'ldirib, yulduzchalarimga olib kelganman. Kiydingizmi? Ko'ylak siz bizlar bilan keldingizmi? Ko'ylak olmadingizmi? O'ylaydi o'zimning soddaligimga men. Qaranglar, chiroylilarim. Mana sizga hozir xuddi mana shu xojonanikida buni berdim, ha. Endi mana bu metrovka, uyingizga farzandinglar bor-ku. Mana chip-chiroyli ko'rdinglar. Sizlarga ham estetika, axlat yoki eskimni o'zimga ravo ko'rmayman. Sizlarga ham ravo ko'rmayman. Sizlar men uchun qimmat odamsizlar. Tushundinglar? Eng zo'riga loyiqsizlar. Mana o'zingizga chiroyli kiyim, hozir restoranga kirib o'yin qilga qilamiz. Mana men kiygan mana hammalaringga bittadan beraman. Farzandi bola qiziga beradi. Rahmat. Qizi yo'qlar, keliniga beradi. Tushundinglar? Rahmat. Sizlarning farzandinglar. Sog' bo'linglar. Dilso'z Fashion qalay? Hamma.